Shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin tutgan Feruza Normat va turmush o'rtog'i haqida muhim xabarlarni ommaga fosh qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa Instagram'dagi jonli efirida obunachisining farzandi bo'lsa ham sizga farqi yo'qmi degan savoliga quyidagicha javob berdi. Ajrashganlar-ku, nima farqi bor menga? Men 18 yoshli qizmanmi? Agar o'zimdan yoshi katta erkaklarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimningdir erini tortib olishim kerakmi? Mening turmush o'rtog'im ular bilan yashab yurgan bo'lsa, ajralgan. Yaqinda bunga 1 yil bo'ladi. Men sizlarga haqiqatni aytaman. Turmush o'rtog'im uylanmagan dedim. Ular rasman uylanmagan. Kim bilan yashab, qanday hayot kechirgan bo'lsa, ikkala qiz ham yaxshi inson. Bittasining farzandi bor, xalq taniydigan qiz, obro'si bor. Yoshi mendan kichkina. Hayoti o'xshamagan. Ikkala qiz ham avval turmush qurib ajrashgan ayollar ekan. Mening turmush o'rtog'im bilan u qizlarning shar'iy nikohi bo'lganmi yo'qmi, men tepasida turmaganman. Men bilganim, turmush o'rtog'im bilan tanishganimda birinchisi bilan ajralganiga salkam 1 yil, ikkinchisi bilan ajralganiga kamroq muddat bo'lgan. Farzandim bor, unga qaramayman. Ikkinchisi homilador, unga ham qaramayman. Kartasiga pul tashlab, dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman, chunki men farzandlarimni ko'chaga tashlab qo'ymayman deb menga aytganlar. Xo'p deb buni qabul qilganman. Mening hayotimda hozir hech kim yo'q, uylanmoqchiman deganlarida rozilik berganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Otam onamdan borib rozilik olib kelgan. Onalari bilan tanishtirgan, to'ygacha birgalikda ancha vaqtimiz o'tgan. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Birovning bolasini yetim qiladigan qiz ham emasman. Turmush o'rtog'imning ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilib, shuni sen boqasan deb olib kelsa, boqaman ham. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolaga nafrat bilan qarab, birovning bolasi demaganman. Ayollarga doim hurmat bilan qarayman. Hech qachon hech kimning tanlovini haqorat qilmayman. Birga yashash, so'ng ajralish ayb emas. Birga yashashgan, ammo nima sabab bilan ajralishgan men bilmayman. Ikkinchisi bilan ham biror sabab bilan ajrashgan. Muhimi, ularni ajratgan inson men emasman, deydi Feruza Normat. Va biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.